Akalar, men kecha Baykod to'g'risida video qo'yib chiqqan edim. Bunda odamlar ikkiga bo'linib ketibdi. Hamma har xil fikrda, direct ham to'lib ketdi. Tushunmagan odamlar bor, har xil noto'g'ri tushunib qolgan odamlar ham bor ekan. Qaranglar akalar, bu meni o'zimni fikrim to'g'risida aytganman. Baykoddan shuncha vaqt ichida, mana 8 yillik tajribamda baykod qilingan, 4 martacha da baykod bo'lgan, lekin hech qanaqa foydasi bo'lmaydi buni. Nimaga? Men shunaqa deb o'ylayman, meni fikrimcha. Chunki oldinlari ham bo'lmagan bu. Buni asosiy sabablari kecha ham aytib o'tganman. Hamma Yandexda ishlaydigan voditellarning hammasi ham Instagramdan foydalanmaydi. Ya'ni ular bu videolarni даже ko'rmaydi ham, bilmaydi ham. Ular liniyaga chiqib ishlaydi. Ko'rganlari ham misol uchun o'zini rasxodlari bor-da, baribir hammani ham o'ziga yarasha rasxodi bor. O'shani qilish uchun по-любому majbur Yandexga chiqib ishlaydi. Ikkiga bo'linadi-da. Meni o'zimning lichniy fikrim, liniyadan chiqib ishlagan eng zo'r usul. Nimaga? Chunki liniyada agar voditellar zakaz olib, bo'ldi, keyingi zakazgacha uyti siniy yoki bo'lmasa liniyadan chiqish qilib chiqib qo'yadigan bo'lsa, Yandexda narxlar ko'tariladi, ancha o'ziga kelib qoladi. Bu narsani hamma voditellarga biz tushuntirib o'tganmiz, yengillanayotganlarga ham tushuntiramiz. Endi hamma ham baribir qilmaydi, lekin imkon boricha hamma shu ishni qiladigan bo'lsa, liniyadan chiqib yurish. Narx o'zi zo'r bo'lib qoladi, ish ham zo'r bo'ladi akalar. Salomat bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin.